maktab o hozir ko'rasiz hunarimizni. Bitta bolaga yetgan maktab, oyim birinchi bo'lgan maktab. Sport sohada birinchilar. Assalomu azizlar, mehrli azizlar, bellashuvga kelgan do'stlar, tengdoshlar, bilim qobiliyat bilan keldik bizlar ham. Bizlarni kashfidan shunday tanlovlar. Otajonim, onajon, O'zbekiston jonim to'shak soyaga, sendek mehribonlik, seningdek ko'rkam, Rimdan ishmasman dedi oyangga. Farg'ona go'zalsan, Farg'ona go'zalsan. Farg'ona go'zalsan, Farg'ona go'zalsan. Farg'ona go'zalsan, Farg'ona go'zalsan. Farg'ona go'zalsan, Farg'ona go'zalsan. Ammo nazarlar oshidan, Firdavs bog'idan nishon, o'ynab boqar oxira. Sahna guli gulzor ekan. Tanishtirsam maktabim sizga, 100 yosh bilan yuzlashgan asli, har sohada birinchi bo'lgan. Birinchi maktab eng zo'rasi. Shunday iste'dodlar, bek-topilmoq yoshlarni sizdan chaqar ustozlar, ahadiylar do'stlar. 2022 yildan boshlab zamonaviy maktab maqomidamiz. Ayniqsa bir milliy sertifikat qo'lib toshgan makomdamiz. Direktorimiz Mo'tabarxon Haydar va latofatli ham bilimdon talabchan boshqaruvchi. Katta reja maqsadlarga Cheksiz ilhom beruvchi. kelinglar do'stlar, sizlar bilan fikrlarimizni bo'lishamiz. yaqinda bo'lib o'tgan Elo xalqaro ingliz tili tanlovida bizning maktab o'quvchilari viloyat bosqichiga yo'l olib, faxrli 3-chi o'rinni qo'lga kiritishdi. Tumanda o'tkazilgan soliq to'lovdorlar ko'rik tanlovida bizning maktab videorolik tayyorlash bo'yicha faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritdi. Rus tili, ingliz tili, ona tili, boshlang'ich o'quvchilarimizning 35 nafarida xalqaro va milliy sertifikatlari bor. Qishloq tumanida bo'lib o'tgan futbol musobaqasida 65 ta maktab ichida bizning maktab qizlari ham ikkinchi o'rin olishdi. Bizning yuqorimizdan bir tumanimizda bo'lib o'tgan Turan teatr saralash bosqichida Rishton tumanining iqtidor jamoasiga yana bir bor viloyat bosqichida qatnashish nasib qildi. Endi esa Respublika bosqichi bizni chiqar. Teatr sahnasi bizni chorlar. eng zo'r jamoat Iqtidorlar. Bizning shior Teatr hayot maktabi. Yo'limiz ochiq, yangi O'zbekistonda albatta sizlar bilan amalga oshamiz. Xalqimning siz ko'rdi boshlari, elimning eng oltin boshlari, aqlga qudratga to'lgansiz, yangi O'zbekiston yoshlari. Xalqimning siz ko'rdi boshlari, elimning eng oltin boshlari, aqlga qudratga to'lgansiz, yangi O'zbekiston yoshlari. Nihoyat kursiga zapitar, olamni o'ziga japitar, ilmlar dunyoni zapitar. Yangi O'zbekiston yoshlari, ilmlar dunyoni zapitar. Yangi O'zbekiston yoshlari. Egilmaslik ma'mur boshlari, tegmaydi malomat boshlari. Ellik qadrin osmon etgan, yangi O'zbekiston yoshlari. Rishton tumanining iqtidor jamoasi bo'ldi. Rishton tumani ishtirokchilariga hazillar bilan qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar. Hurmatli ishtirokchilar. Dadalroq hazillardan qo'llab-quvvatlab qo'yinglar, chunki hozir sizlar ham chiqasizlar. Bu do'stona bellashuv Farg'ona viloyatidagi eng yaxshi tanlash imkoniyati bor bo'ladi, xudo xolasa. Hop, keyingi ishtirokchi yetib keldik. Tanlovning ikkinchi sharti teatr ibodatxona sharti bo'lib,
bu shartni namoyish etish uchun ishtirokchilarga 15 daqiqa vaqt beriladi hamda hakamlar hay'ati tomonidan jamoalarning chiqishlari 30 ballik tizimda baholanadi. Demak, birinchi raqam bilan Rishton tumanining birinchi maktab iqtidor jamoasini sahnaga taklif etamiz. Tayyorlab turadi. Farg'ona tumani 7 maktabning jadidlar jamoasi. ayon bo'lib namozi. Bora odamlarning orta berdi bizbosi. Tabobatga qalban, ruhan fido bo'libsini. Hatto bir kun nashtar bilan ochmish ko'rning ko'zini.
Rivoj topmish, sohib hikmat, donish mehnat madadkor. Ammo qayda bo'lsa shuhrat, yonboshida hasad bor. Duoxonlar, parvoxonlar, yo'lchilar yozsin. Demak, hakim ishi makruh. Uning o'zi shaytondir. Shaytondir. Hakim hech qanday qocha olmaysan. Hakim kurashga samoqchi. Bu so'zlarni chin desin. Nodon zohid olamon donishmandni sazo kaltakladi beyomon. To'r temirda ko'ksin dog'lab, daryoxmoq bo'ldilar. So'ng bo'yniga farzand bog'lab, suvga bosmoq bo'ldilar. Keyin suvni arqonni ham hayf bildilar shaytonga. Yo'qing! Dedi eng boshqa Olib chiqib maydonga. Keng maydonga ko'mib bog'ladilar hakimni, so'ng temirni o'tga qo'yib dog'ladilar hakimni. Buyurdilar: Yo'qing, stop! Asosini yoshnasin! Kerak bo'lsa kimga savob, cho'p keltirib tashlasin. Savob uchun birov tashlar dona xas. Hakim boshi baland tutib sohib unga qarab. Bir payt yuri hamsadi bir chog', asta kela boshladi. Chog'ida bir bog' bahor, qaram uzra tashladi. Dedi. Asli tug'ilganda bazir edim men o'zim. Sen joduning tili bilan ochib qo'yding ko'zim. Tangri bilir. Yaratgan ko'r, davo qilding ne uchun? Oxirat men bandang sho'r. Nima deyman? So'roq kim? Halk yo'lidan ozgan odam. Ko'zim ochib ne berding? Bir yo'l. Bu dunyodan ayirjing. Ko'rligimda bu olamni tasavvurda ko'rardim. Dunyodagi bor odamni xushbek qilib yurardim. Shafqat ila kimnonu kim chaqa tashlab ketardi. Men ham shunga ko'ngan edim. O'ylar edim dunyoda bor. Musaffolik, soddalik, ko'zim ochib ko'rdim ilk bor. Berahmlik, soxtalik, o'g'irlik va fahshlik ko'rib jim yurarkan odamlar. O'z do'stiga yurib turarkan odamlar. Bir yonda ay, kechirmay, bir yonda bor.
Qanchalik ham e'tiborim yo'q endi. Bu dunyodan ko'nglim og'ir, ado bo'lsam mayliga. Goh qaytadan sheflasin, gado qilsin mayliga. Bu so'zlarni eshitdi-yu faryod qildi donishmand. Yoqing! Dedi eng boshida. Yoqing olov bo'lsin sarbaland. Tezroq ketay bu dunyodan. Hech toqatim qolmadi. Mendan shifo oldi odam, olam shifo olmadi. Rafotning zahri tekkan nodon johil gumrohlar. Davosiga ojiz ekan men kashf etgan giyohlar. Ko'rko'zlariga mehrga yodek nur baxsh etdi majdadim. Hardan ko'zi ochmoqdagi kamlik qilib odamlarga yaxshilik qilmoq bo'ldim. Mentayin shu ekanmidi. Yoqing kuyib ketayin. O't qo'ydilar, yondik, xarob bo'ldi samovar, jaholatning hukmi bilan qurbon ketdi. Gulib ham yondi, ko'kka to'ldi. Cho'g'u faryod sochildi. Shu olovdan ellik tashlab, aql ochildi. O'chandilar, azal, yig'ladilar, kuydilar. Akam, bunday ulug' akam, boshimcha, biz nobud johillarning ko'r qalblarini ochsa bo'lmasmidi? Naqadar noshkur bandalarimiz. Biz noshkur bandalar. Shunday hakimning qadriga yetmadik. Uni ne ko'ylarga soldik-a? Ey Umar, naqadar noshkur bandalarmiz. Biz nodonlar, biz johillar hakimni qadriga yetmadik. Yo'qdik, ko'rmadik. Qanday bemorliga donishmandga yillab o'tib oltin haykal qo'ydilar. Ha, to'g'ri eshitgansiz. Bizda shunday hakim o'tgan. Qishlog'imizda shunday hakim bo'lib o'tgan. Qanday chiroyli.